Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan DNK tuzilishi haqida tanishamiz. Birinchi darsimizda. Xo'p, DNK bu nima? DNK bu dezoksi ribonuklein kislotaning qisqartmasi. Xo'p, nuklein kislotalar, ya'ni dezoksi ribonuklein kislota bor va bizda ribonuklein kislota mavjud. Biz bugun dezoksiribonuklein kislotaning tuzilishi haqida ko'rib chiqamiz. Dezoksiribonuklein kislotalarining monomeri nukleotidlardan iborat bo'ladi. Ya'ni adenin, guanin, sitozin va timin kabi nukleotidlardan tashkil topgan bo'ladi. Har bitta nukleotid albatta azot asosi va bular azot asoslari tarkibida, ya'ni purin va pirimidinlardan iborat va qo'shimcha sifatida monosaxarid pentoza, ya'ni uglevodlardan monosaxarid pentoza mavjud va fosfat kislota qoldig'idan tashkil topgan bo'ladi. Bulardan pirimidin nukleotidlarga qaysi nukleotidlar kiradi? Sitozin nukleotidi, uratsil va timin nukleotidi. Bulardan DNK da uchraydigan sitozin va timin nukleotidlari, lekin uratsil bo'lsa bizning DNK da uchramaydi, faqatgina RNK tarkibida mavjud bo'ladi. Hop. Keyingisi purin nukleotidi. Purin nukleotidi bo'lsa, bularga guanin kiryapti va adenin nukleotidi kiryapti. Va bizda pentoza shakari. Pentoza shakarlariga riboza va dezoksi riboza uglevodlar kiradi. Qaraydigan bo'lsak, farqi bu yerdagi ribozadagi bitta gidroksida chiqish natijasida dezoksi ribonuklein kislota hosil bo'lyapti-da, bu yanada stabil holdagi shakarga aylanyapti. Buni keyingi slaydlarda yana tushuntirib o'taman. Xo'p, bu yerda purin va pirimidinlarga qarasak, purinlarda halqasi ikkita halqadan iborat bo'lyapti. Pirimidinlardagi bo'lsa bitta halqadan tashkil topganligini ko'rib turibmiz. Xo'p, bizda DNK'mizda nukleotidlar mavjud va bundan tashqari nukleotidlar boshqa vazifalarni ham bajaradi. Masalan, adenin nukleotidlari. Adenin nukleotidlarga ATF, ADF, AMF va siklik AMF'lar kiradi deb olsak, bizda bu yerda ATF'lar bo'lsa, bizda energiya almashinuvida ko'proq ishtirok etadi. Masalan, Krebs sikli yoki bo'lmasam oqsillar, uglevodlar yoki nukleotidlar yoki bo'lmasam shu boshqa elektron transport zanjiri kabi reaksiyalar ishtirok etadi. Bizda AMF bo'lsa, ko'proq qaysi jarayonda bu yerda bizdagi har bitta nukleotid AMF dan tashkil topgan bo'ladi. Ya'ni avvalgi slaydda aytdik, bitta azot asosi bor dedik va bitta shakar va bir dona fosfat kislota bo'lganligi uchun AMF. Agar ikkita ATF bo'ladigan bo'lsa, ADF, 3 ta ATF mavjud bo'lsa, ATF deb nomlardik. Bu yerda siklik AMF, ya'ni bu S harfi bizda siklik so'zining qisqartmasi. Siklik AMF bizda biomembrana, ya'ni reseptorlardagi, ya'ni siklik AMF ikkinchi xabarchi sifatida vazifasi mavjud edi. Keyingisi guanin nukleotidlari ham xuddi shunday GDF'lar energiya sifatida ishlatiladi. GMF bo'lsa nukleotidlar tarkibida dezoksi GMF yoki oddiy GMF. Siklik GMF ham xuddi siklik AMF kabi vazifani bajaradi. Uratsillar ham xuddi guanin adeninga o'xshab UTF lar energiya almashinuvida, UMF nukleotidlar tarkibida UDF galaktoza, ya'ni galaktoza almashinuvida ishtirok etadi. Sitozin nukleotidlari ham xuddi shunday STF, ya'ni energiya almashinuvida va SMF nukleotidlar
tarkibida, ya'ni RNK DNK tarkibida mavjud bo'ladi. Aralash turdagi nukleotidlar aralash turdagi nukleotidlar, ya'ni aktiv sulfat saqlovchi va keyingisi aktiv metianin. Aktiv metianin, ya'ni bu metil guruhini tashiydi va koenzimlarga NAT, FAT va flavin mononukleotid va koenzim A. Bizda NAT va FATlar elektron transport zanjirida, ya'ni elektronlar tashishda va boshqa jarayonlarda, ya'ni elektronlarni tashish vazifasini bajaradi. NAT bu qaysi vitaminning hosilasi? Ya'ni niasin B3 vitaminining hosilasi. FAT bu B2 vitaminning hosilasi, ya'ni riboflavin. Bu ham riboflavinning hosilasi, ya'ni bu qayta ko'rgandik, flavin mononukleotid elektron transport zanjirida mavjud edi, komplekslar tarkibida. Va koenzim A aktivlovchi modda sifatida qatnashar edi metabolik jarayonlarda. Hozirgi aytganimizdek, vazifalari ATF, GTF, UTF, TTFlar bizda energiya vazifasini bajaryapti va xabarchilar, ya'ni reseptorlar, ya'ni biomembranalarda siklik AMF va siklik GMFlar reseptorlarni o'tkazish vazifasini bajaradi va keyingisi uchinchisi B guruh vitaminlar nukleotidlari NAT, NADFH va flavin mononukleotid va FAT. Bular o'ziga vodorodni biriktiradi. NADH, NADFH, FATH bo'lib biriktiradi. Bizda bu yerda e'tibor berishimiz kerak bo'lgani NAT. Xo'p, chizamiz. NAT o'ziga faqatgina bitta vodorodni kovalent biriktiradi. Ikkinchi vodorodni bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri biriktira olmaydi. Lekin FAT bo'ladigan bo'lsa, FAT o'ziga to'g'ridan to'g'ri ikkita vodorodni biriktirganligi uchun buni biz FATH2 deb aytamiz. FAT demak, FAT ikkita vodorodni biriktiradi, FATH2 va NAT bo'lsa bitta vodorodni to'g'ridan to'g'ri biriktiradi va keyingisi bo'lsa alohida, ya'ni kovalent bo'lmagan holatda biriktirganligi uchun NADH deymiz va buni FATH bo'lsa FATH2 deb aytamiz. Hop, keyingisi aytdik, polisaxarid va fosfolipidlar sintezda UDF glyukoza, ADF glyukoza va SDFlar ishtirok etadi. Va genetik axborotni saqlash va tashish, ya'ni DNK, RNK tarkibida bo'lishligi va DNK, RNKdagi funksiyalari. Hop, keyingisi hujayra bo'linib ko'payishda vazifalar, ya'ni replikatsiya jarayonida shu nukleotidlardan adenin nukleosidan, ya'ni guanin, sitozin aynan axborot ketma-ketligini shu bo'linib ko'payish orqali avlodlarga o'tkazilishi tushunamiz. Xo'p, endi DNK tarkibidagi shakarlar, ya'ni aynan shu DNK tarkibidagi shakarlar stabil va kuchli bo'lgan dezoksiriboza mavjud bo'ladi. Ya'ni bu yerda bizda aytdik, dezoksi dedik, ya'ni bitta kislorodni yo'qotgan. Shu bitta kislorodni yo'qotib va o'rniga vodorod qolish hisobiga shu molekula yana ham stabil holatga kelyapti va kuchli holatga kelyapti. Ya'ni bunga tashqaridan boshqa molekulalar birikishi amalga oshmaydi. Hop, bir-biriga DNKlar bir-biriga qarama-qarshi joylashgan ikkita zanjirdan tashkil topgan bo'ladi. Masalan, oladigan bo'lsak, bitta zanjir albatta 3 shtrix bilan tugasa, ikkinchisi albatta 5 shu zanjir 5 shtrix bilan tugaydi. Xuddi shu zanjirda ikkinchi zanjir bo'lsa, 5 zanjir bilan boshlansa, bu yoq 3 zanjir bilan, ya'ni 3 shtrix bilan tugaydi. Hop, bu yerda 3 shtrix nimani bildiradi? Bu yerda 5 shtrix bor, bu yerda ham 5 shtrix bor, bu yerda ham 3 shtrix bor. Oddiy 3 yozsak bo'lmasmidi? Bu yerda 3 shtrix
ribozadagi 3 ta bildiradi. Biz aytdik, nukleotit tarkibida azot asosi, riboza yoki dezoksiriboza dedik va fosfat kislotadan iborat dedik. Xo'p, biz sanayotganimizda nomenklatura bo'yicha sanasak, azot asosidan sanasak, nechta shu halqada nechta atom yoki uglerod azotdan iborat bo'lsa, 1 2 3 4 5 6 deb sanasak, masalan bu azot asosi 1 2 3 4 5 va 6 deb sanasak, hop, endi bunga nima bog'langan? Bunga albatta shakar bog'langan bo'ladi. Hop, buni bo'lsa 1 shtrix, 2 shtrix, 3 shtrix, 4 shtrix va bu yerda nima bo'ladi? CH2 va bu 5 shtrix bo'ladi deb aytamiz. Shu shtrixlar ribozadagi uglerodlar sanalganligini bildiryapti. Xo'p, endi biz qarasak, bu yerda 5 shtrixda bizda fosfat kislota kelib birikadi 5 shtrixga va 3 shtrixda bo'lsa bizda gidroksiddan iborat bo'ladi. Xo'p, agar bu gidroksid qismiga fosfat birikadigan bo'lsa, bu yerga yana nukleositlar davom etib ketadi. Bizda agar 3 shtrix deb aytiladigan bo'lsa, aynan shu 3 shtrixida gidroksid borligini tushunishimiz mumkin. Ya'ni bu zanjir bu yog'i davom etmagan, bu 5 shtrix bo'ladigan bo'lsa, bu yer fosfat kislota bilan tugaganini bilishimiz mumkin. Ya'ni bu gidroksid tarkibi, ya'ni bu plus minus ion, ya'ni bu yerda shu modda beqaror bo'lganligi uchun bu yer, ya'ni DNKda davom ettirishimiz, ya'ni fosfat kislota yana biriktirib bu zanjirda uzaytirishimiz mumkin bo'ladi. Lekin bu yerda nima bog'langan? Fosfat kislota bo'lganligi sababli, mana bu yerda fosfat kislota bo'lganligi sababli bu zanjirda uzaytira olmaymiz. Xuddi shunga o'xshash, bu zanjirda ham bu yer davom etmaydi. Bu yer bo'lsa, bu zanjirda uzatishimiz mumkin, yana nukleotid biriktiriladigan bo'lsa. Xo'p, bizda shu dezoksiriboza aytdik, bitta kislorodni yo'qotgan dedik. Bu yerda faqatgina vodorod bo'ladi dedik. Bu yerga modda birikishi sodir bo'lmaydi. Shuning uchun biz bu DNKda stabil va kuchli dedik. Shuning uchun RNKda riboza bo'lganligi uchun, ya'ni bu yerda yana bitta kislorod bo'ladi. Shuni hisobiga RNKlar osongina parchalanib o'zgarishlarga uchrashi mumkin bo'ladi. Xo'p, shu azot asoslari bilamiz. Adenin, timin dedik yoki guanin, sitazin dedik. Adenin bilan timin o'rtasida albatta nechta vodorod bog' bor? 2 ta vodorod bog' bor va guanin va sitazin orasida 3 ta vodorod bog'lar mavjud bo'ladi. Xo'p, ya'ni bunday olib qarasak, qaysi kuchsiz vodorod bog' adenin, timin va guanin, sitazin orasida mavjud bo'lsa, qaysi biri osonroq parchalanishi mumkin? Ya'ni qizdiriladigan bo'lsa, osonroq parchalanadi. Albatta, bu adenin va timin orasidagi vodorod bog'lari oson parchalanadi. Xo'p, endi biz nukleotidlarni qizdiradigan bo'lsak, albatta bizda shu vodorod bog'lar nima bo'ladi? Uzilib ketadi. Xo'p, shu uzilishini biz denaturatsiya deb aytamiz. Ya'ni vodorod bog'larida uzilishiga denaturatsiya deb aytamiz va buni Tm bilan belgilanadi. Ya'ni biz aytdik, adenin, timin bog'ini uzish osonroq, guanin, sitazinniki bo'lsa qiyinroq dedik. Shuning uchun guanin, sitazinni nimasi Tm yuksak deb aytamiz. Hozir aytganimizdek, adenin, timin va guanin, sitazin vodorod bog'lar shu pH va issiqlik ta'sirida uziladi. Adenin, timin orasida 2 ta vodorod bog' bor, guanin, sitazin orasida 3 ta vodorod bog' mavjud bo'ladi. Xo'p,
guanin sitazinga boy genom qismi haqida gaplashamiz. Hop, shu guanin sitazinga boy genom qismida, ya'ni buning aynan o'sha qismi TM qanaqa bo'ladi? Yuqori bo'ladi. Ya'ni yuqori harorat talab qiladi parchalanishini va mutatsiyalar aynan shu qismda amalga oshishi yuqori bo'ladi va genning ingibirlanishi, ya'ni genni aktivdan noaktiv holatga o'tkazilishi. Aynan bizda tarkibida nima bor? DNKda adenin, guanin, sitazin degan bo'lsak, shu sitazinlar tarkibida shu sitazinlarni biz metillash orqali ingibirlashimiz mumkin. Ya'ni biz genni ingibirlaganda, ya'ni bu metillanadi. Aynan metillar qayerga birikadi? Shu sitazinlarga birikish orqali genlar ingibirlanar ekan. Hop, keldik DNKni turlari. DNK turlari bizda normal inson bizning tanamizda B DNK turi mavjud bo'ladi. Ya'ni fiziologik DNK deb aytamiz. Ya'ni bu spirallanishi o'ng tarafga spirallangan bo'ladi. Va o'sha bizda DNK'imizni olib tajriba muhitida ko'rib chiqadigan bo'lsak, ya'ni bunga biz A DNK deb aytamiz va bu qaysi tarafga spirallanadi? Chap tarafga spirallanish sodir bo'ladi. Va keyingisi Z DNK'imiz, ya'ni bu zigzag shakldagi DNK'ga Z DNK deb aytamiz va buni nimasi spirallanishi chap tarafga yo'nalgan bo'ladi. Va bizda bitta DNK zanjiri mavjud deb oladigan bo'lsak, bizda DNKda tarkibida nukleotiddan iborat va har bitta nukleotid azot asosi va dezoksiriboza va fosfat kislotadan iborat. Va bizda DNK'imizda ko'plab nukleotidlar mavjud. Masalan, adenin, guanin, sitazin, adenin ular shunaqa bo'lib ketaveradi. Ro'parasiga bo'lsa timin, sitazin, guanin va timin bo'lib turib nukleotidlar davom etib ketaveradi. Shu bo'yicha nukleotidlar davom etib ketadi. Va aytdik, har bittasida fosfat kislota qoldig'i bor. Biz bilamizki, kislotalar qanaqa zaryadga ega? Manfiy zaryadga ega bo'ladi. Ya'ni kislota bo'lganligi uchun. Ya'ni har bitta nukleotidda kislota deb oladigan bo'lsak, ya'ni DNK manfiy zaryadga egaligini tushunishimiz mumkin. Ya'ni demak DNK qanaqa zaryadga ega ekan? Manfiy zaryadga ega deb olamiz. Hop, endi shu DNK'imiz musbat zaryadga ega bo'lgan oqsillarga atrofida birikadi. Ya'ni plus minus musbatga tortiladi. Bizda shu oqsilga tortiladi, plus oqsilga. Bizda shu oqsilning nomini biz giston deb aytamiz va gistonni bizda 5 xil turi bor. Bularga H1, H2, A, H2B, H3 va H4 turlar bor. Va bizda H2A, H3, H2B, H3 va H4lar bizda 4 tadan har bittasi 2 tadan joylashib turib bizda nimani hosil qilyapti? Bizda nukleosomani hosil qiladi. Ya'ni H2A, H2B, H3, H4lar bizda nukleosomani hosil qiladi. Va faqat bizda H1 gistonimiz bo'lsa, ikkita xuddi shunaqadan yana bitta bu yerda bor deb olsak, xuddi shu gistonni ikkitasini bir-biriga bog'lab turadi. Bizda bu yerda DNK keldi.
bizda bu yerda yana bitta giston H1 bo'ladi va bu giston keyingi gistonga o'ralgan DNK ni bog'lab turadi. Hop, o'ralyapti. Va har DNK shu gistonga iloji boricha hamma tarafi bilan tortilib, qoplab oladi. Demak, bunga biz xromatin deb aytamiz. Ya'ni xromatin nima ekan? DNK va gistonlardan tashkil topgan birikmaga biz xromatin deb aytamiz. Xo'p. Aytdik, bizda bu yerda fosfat kislota bor dedik. Har bitta nukleotidda shuni hisobiga DNK manfiy zaryadlangan bo'ladi. Va xromatin hozir ko'rganimiz, ya'ni bu yerda fosfat kislota borligi uchun bu kislotalik xususiyatga ega bo'ladi. Va DNK dagi ishqoriy aminokislotalar lizin va argininlar hisobiga gistonlar manfiy zaryadga ega bo'ladi. Bu yerda biz aytdik, musbat zaryadga egaligi aytdik va bular arginin va lizin hisobiga amalga oshadi. Bizda arginin ornitin sikldagi argininda, ya'ni shu argininda 3 ta amino guruh mavjud bo'ladi, lizinda 2 ta amino guruh mavjud bo'ladi. Hop, bu nima degani? Aminokislotalar klassifikatsiyasida monoamino, monokarbon, monoamino, dikarbon, diamino, monokarbon mavjud bo'ladi. Hop. Eslatish uchun yana bir qator eslataman. Hop, bizda bitta aminokislota bo'lish uchun bizda albatta nima bo'lish kerak? Karbon kislota guruhi va amino guruhi mavjud bo'lishligi kerak. Bizda bu kislotalar doim manfiy zaryadga ega bo'ladi va amino guruhlar bo'lsa musbat zaryadga ega bo'ladi. Hop, bizda bitta musbat, bitta manfiy mavjud. Ikkalasi nima bo'ladi? Hisobiy bittadan bo'lgani uchun neytral deb aytamiz. Bitta radikal deb olsak, biz agar bu amino guruhlar ikkita bo'lib turib, karbon kislota bitta bo'ladigan bo'lsa, biz bunga bu bitta plus ortib qolyapti. Shuni hisobiga molekula nima bo'lyapti? Musbat zaryadli bo'lyapti. Bizda bu yerda lizin bitta ortiqcha amino guruh bo'lganligi uchun plus bo'lyapti, ya'ni ishqoriy argininda bo'lsa ikkita ortiqcha amino guruh mavjud bo'ladi. Ya'ni bu yerda ikkita bo'lsa, argininda yana bitta nima bor? Amino guruh mavjud bo'ladi. Bu yana ham ishqoriy amino kislota bo'lganligi uchun gistonlar musbat zaryadlangan bo'ladi. Va biz bularda xromatin deb aytamiz. Ya'ni DNK va gistonlarning birikkan shakliga xromatin deb aytamiz. Xo'p, 5 turdagisi bor: H1, H2, H3, H4 lar deb aytdik. Xo'p, biz oktamerda hosil qiladi. H1 esa nukleosomalar orasidagi bog'lar vazifasi orasida bog'lash vazifasini bajaradi. Ya'ni nukleosomalar tarkibida qaysi gistonlar bor ekan? 4 xil gistonlar deb olamiz. H2A, H2B, H3 va H4 deb aytamiz. H1 dan tashqari. Chunki bu nima qilib beryapti? Nukleosomalarni bir-biriga bog'lab beryapti. Xo'p, euxromatin, ya'ni bizda xromatinlar 2 xil bo'ladi. Euxromatin va heteroxromatin. Xo'p, euxromatinlar DNK ning aktiv qismlari deb aytamiz. Heteroxromatinlar bo'lsa DNK ning manfiy, ya'ni nofaol bo'lgan qismiga heteroxromatin deymiz. Ya'ni euxromatinlar genlar ya'ni faol holatda bo'ladi. U yerda transkripsiya, oqsil sintezlari amalga oshishi mumkin. Heteroxromatinlar bo'lsa, ya'ni nofaol qismi. Xo'p, endi heteroxromatinlar tuzilishiga ko'ra, ya'ni konstitutiv, ya'ni
har doim nofaol qismi fakultativ, ba'zan faol, ba'zan nofaol deb aytamiz. Bu nima degani? Masalan, biz ertalab turganimizda, ko'zimizni ochganimizda nima bo'ladi? Ko'zimizni ochib ko'ramiz va shuni natijasida bizda ko'rish oqsillari sintezlanadi. Kechasi uxlaganimizda bo'lsa, shu oqsillarda sintezlanishi to'xtaydi. Ya'ni ba'zan shunga ba'zan faol, ba'zan nofaol deb aytamiz. Xo'p, satellit DNK. Xo'p, bu nima degani? Xo'p, satellit DNK ya'ni 2 yoki 3 ta nukleotidlar ketma-ketligining takrorlanishi. Masalan, adenin, timinni takrorlanishi, ya bo'lmasam guanin, sitazin, adenin nukleotidlarida DNKda, ya'ni shu DNK'imizda takrorlanishiga aytamiz. Necha marta takrorlangan. Masalan, bizda bu yerda 1, 2, 3, 4. Bu yerda 4 marta takrorlanyapti. Bu yerda bo'lsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 marta takrorlanyapti. Hop. 7 marta takrorlanyapti. Bu nima uchun kerak? Bu takrorlanishlar bizda qotillarni aniqlashda yoki otalik testini aniqlashda ishlatiladi. Masalan, bir uyga o'g'ri kirgan bo'lsa, buni DNKsi topiladigan bo'lsa, buni tarkibida aytaylik 7 ta adenin, timin nukleotidlari ketma-ketligi mavjud deb olsak, bizda shu DNKda masalan bizda gumonlanuvchi bor. Bittasini DNKsi tekshirilganda shu adenin, timin nukleotidlar bittasida qancha? 9 ta deb olsak, ikkinchisida 8 ta deb olsak, yana boshqasida 6 ta deb olsak, yana boshqasida 7 ta deb oladigan bo'lsak, albatta biz buni shu ishni qilgan odam deb bilamiz. Va bundan tashqari otalik testida ham shu nimaniga qarab turib aniqlashimiz mumkin. Xo'p, aytdik, adliya ekspertizada qotilni aniqlashda va otalik testida va boshqa kasalliklarni o'rganishda ham ishlatiladi deb aytdik. Xo'p, keldik DNKdan RNK sintezlanishi va oqsil yoki DNKdan DNK sintezlanishi. Xo'p, bizda DNKdan RNK sintezlanishi transkripsiya va DNKdan DNK sintezlanishi replikatsiya deb aytamiz. Ya'ni bitta DNKdan DNK sintezlanishi va bu jarayonda biz nima bo'ladi? Hujayra bo'linish sodir bo'ladi. Ya'ni hujayra bo'linishda replikatsiya orqali amalga oshadi. Xo'p, RNK ya'ni transkripsiya jarayoni nimaga kerak? Transkripsiya jarayoni asosan oqsillar sintezlanishida transkripsiya jarayoni amalga oshadi. Teskari transkripsiya bu yerda bizda RNKdan DNKda sintezlanishi amalga oshadi. Xo'p, RNKdan oqsil sintezlanishi bo'lsa, translyatsiya sodir bo'ladi. Translyatsiya deb aytamiz. Mitoxondrial DNK va prokariot DNKsi va evkariot DNKsidagi orasidagi farqlarni ko'ramiz. Xo'p, birinchisi halqasimon DNKdan iborat, ya'ni mitoxondriya va prokariotlar DNKsi halqasimon tuzilgan bo'ladi. Bu tushunarli. Evkariotlardagi chiziqli DNKdan iborat bo'ladi. Keyingisi giston yo'q. Aytdik, DNK gistonga o'ralgan dedik. Bularda bo'lsa mitoxondriyada va prokariotda giston mavjud bo'lmaydi. Xo'p, evkariotda bo'lsa giston mavjud bo'ladi va biz nukleosoma deb aytdik. Va bularda keyin uchinchisi mitoxondriyada va prokariotlarda intron yo'q va to'liq ekson bo'ladi. Ya'ni intron nima degani? Axborot saqlovchi qism. Masalan, bu to'liq ekson. 100% ekson deb olsak, ya'ni axborot saqlaydigan qism. Bunda bo'lsa nima?
ham intron ham bor, ekzon ham mavjud bo'ladi. Ya'ni bu ekzon qismi va bu intron qismi. Intron, ekzon va ekzon. Xo'p, bu intron qismi. Xo'p. Endi ekzon bu axborot saqlaydigan qismi. Intronlar bo'lsa axborot saqlamaydigan qismi. Eukariotlarda odamda intron va ekzon nisbati 1 ga 9 ga nisbatga to'g'ri keladi. Ya'ni 1 nisbat ekzon, 9 nisbat intron deb aytamiz. Ya'ni foizga o'tkazadigan bo'lsak, 10% ga 90% bo'ladi. Xo'p, bu nima degani? Agar tashqi muhitdan bizga ta'sir keladigan bo'lsa, aytaylik, kimyoviy dorilar yoki radioaktiv nurlar, ultrabinafsha nurlar ta'sir qilgan bo'lsa, bizga qaysi shu DNK'miz qaysi qismiga tushish ehtimoli yuqori bo'ladi? Albatta 90% bo'lgan intron qismiga to'g'ri keladi. Yani 90% holatda shu intronga tushadi. Lekin mitoxondriya prokariotlarda bo'lsa 100% nima bo'ladi? Ekson bo'lganligi uchun shu eksonlarga 100% shu nima ta'sir uriladi. Ya'ni ultrabinafsha kimyoviy nurdan ta'sirlangan kimyoviy dorilar yoki bo'lmasa radioaktiv nurlar ta'sirlaganda 100% eksonga tushadi. Natijada organizmda mutatsiyalar sodir bo'ladi. Ya'ni mitoxondriyada va prokariotlarda mutatsiya tezligi juda yuqori bo'ladi. Sababi nimaga? Intron yo'qligi hisobiga. Eukariotlarda bo'lsa ham intron ham mavjud bo'lganligi uchun bularda 90% holatda mutatsiya sodir bo'lmaydi. Shuning uchun mutatsiya tezligi past deb aytamiz. Keldik mitoxondrial DNK. Ya'ni bizda mitoxondriyamizda atiga 1% qismini tashkil qiladi tanamizning va shakli aytdik, halqasimon, gistonsiz va intronsiz va mutatsiya ehtimoli juda yuqori bo'ladi dedik. Mitoxondrial DNK barcha oqsillarni kodlay olmaydi. Ya'ni mitoxondriya tarkibida bizda qanaqa jarayonlar bo'lardi? Elektron transport zanjiri, oksidativ fosforiylanish, ya'ni elektron transport zanjiri va yana Krebs sikli. Shu jarayonlar asosan mitoxondriyada sodir bo'ladi va ornitin sikllari. Endi bizda shu jarayonlarda amalga oshirish uchun fermentlar kerak bo'ladi. Har bitta reaksiya uchun. Shu fermentlar mitoxondrial DNK tomonidan sintezlanadi, lekin hammasini kodlay olmaydigan. Misol uchun kompleks 2 suksinat dehidrogenaza. Ya'ni barchasi yadro orqali kodlanadi. Sizga savol tushishi mumkin. Qaysi oqsil mitoxondriyadagi mutatsiya natijasida ta'sirlanmaydi deydigan bo'lsa, kompleks 2 oqsillari aytadigan bo'lsak, bizda ikkita, bittasi kompleks 1da, kompleks 1da ham bir qancha oqsillarni birikishdan kompleks 1 hosil qiladi. Misol uchun bu qismi tashqari sitoplazmaga qaragan qismida yadro tarafdan kodlanadi. Ikkinchi kompleksimiz bo'lsa, bizda shu kompleks 2 shu yadro tarafdan kodlanib, shu yadro informatsiya axboroti shu yadroda saqlanadi. Ya'ni mitoxondriya orqali sintezlanmaydi. Keyingisi zigota orqali hosil bo'lishda barcha mitoxondriya tuxum hujayra mavjudligi sababli mitoxondriya kasallik onadan irsiy bo'ladi. Ya'ni bu nima degani? Tuxum hujayrada urug'lanish jarayonida bizda spermatozoid tuxum hujayraga kiradi, urug'lantiradi. Shu urug'lanish jarayonida faqatgina spermatozoidning bosh qismi qoladi, dum qismi bosh qismiga kiradi va dum qismi bo'lsa tashqarida qolib ketadi. Shu dum qismida esa bizda shu spermatozoidni mitoxondriyasi mavjud bo'ladi, shu tashqarida qolib ketadi. Qayerda qolyapti mitoxondriya? Faqat tuxum hujayrani ichida faqatgina onaning mitoxondriyasi qolyapti.
Agar mutatsiya bo'ladigan bo'lsa mitoxondriyada, demak onadan irsiy o'tgan deb olamiz. Shu natijasida shu kasalliklar kelib chiqyapti. Xo'p, aytdik, kompleks 2 suksinat dehidrogenaza enzimi aynan yadro tarafdan yadro genlari tomonidan kodlanadi. Bugungi darsimiz shu DNK tuzilishi mavzusida edi. Keyingi darsimiz replikatsiya jarayonini ko'rib chiqamiz. Bugungi darsimiz demak tugadi. E'tiboringlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar.